Avval o'zingni bosib ol. Hikoyamiz insoniyat hikoyasi bilan chambarchas bog'liq. Hikoyalar aytilgani sari o'zgarib, ertaklarga aylanar. Bir kun kelib ertaklar haqiqatga aylanar. Tushida ko'rgan odamlar qo'rquvga tushib qochar. sen haqiqiysan. Sen ertaksan. Bir yulduz turkumi bag'rida ziddiyat saqlagan. Bir yulduz turkumi bag'rida ziddiyat saqlagan. Qog'ozga tushgan sari yangi ertaklar to'qilar. Haqiqat iplari bilan Ertaklar va o'tmishda qolgan tushlar eng oddiy haqiqatni ko'rishga yordam berar. sen haqiqiysan. Sen ertaksan. Bir yulduz turkumi bag'rida ziddiyat saqlagan. Bizning olam insonlarning qo'rquvlariga maskan. Biz ularni qo'rqitadigan xayollarimiz. Nima? Biz xayolmizmi? Demak, aslida yo'q ekanmiz-da. O'zingni yo'qdek his qilyapsan, ha? Sen tushsan. Sen haqiqiysan. Sen so'zsan va sen ertaksan. Sen haqiqiysan. Sen tushsan. Sen ertaksan. Sen so'zsan. Umumiy haqiqat bir ertak xolos. Sen haqiqiysan.